Assalomu alaykum aziz migrantlar. Bugun migrantlar kuni bilan barcha o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman hammalaringizni tabriklaymiz. Butun dunyoda ishlab yurgan o'z yurtiga, farzandlariga non topib yurgan barcha mo'min musulmonlarni bugungi kun bilan tabriklayman. Yaqinda bo'lib o'tgan Rossiya maktablarida bo'lgan mudhish voqea tufayli hammani yuragi larzaga keldi, chunki 10 yoshli bolani maktabga kirib bemalol pichoqlab ketishdi. Iltimos, lekin bunaqa provokatsiyalarga uchmasliklaringizni so'rab qolardik. Iltimos sizlardan o'zi shunda ham migrantlarga bo'lgan muomala juda og'irlashib ketyapti kundan kunga. Shuning uchun bundan ham og'ir bo'lmasligi uchun albatta o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Bunaqa provokatsiyalarga uchmangizlar, chunki millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'lishi mumkin. Shuning uchun tojik birodarlarimizga hamdardlik bildiramiz, oilalariga hamdardlik bildiramiz. Ota-onasiga hamdardlik bildiramiz. Barchalaringizni ehtiyot bo'lib, qayerda bo'lsa ham sog'-salomat ishlab yurishlaringizni tilaymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Yurtga sog'-salomat, bolalaringizni ota-onangiz bag'riga yeb borishingizni so'rayman. Hammaga rahmat.